Assalomu alaykum hammaga. Sizlar Damas mashinasini so'radinglar. Eng shu So'g'd tumanining Bob Damas mashinasini topganmiz. Ancha hidi bor ichida. Biz uning uchun 20 ming pul tashladik, 30 ming pishtilik qo'yib ketganda. Damas mashinasini to'ldirib ichlarida hidlarni yo'qotib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Qani ketdik. Akalarimiz aytdi, orqasida biz yuk tashiganmiz, hid bor dedi. Orqasida hidni yo'qotish kerak edi. Shuning uchun biz eshigini ochib, orqasini birinchi to'ldirib, o'rta eshigidan polni salonga qilamiz. 20 minglik qildik, 50 qo'yib ketdi, 30 ming degan, ya'ni ichida ko'rishingiz mumkin. Sidinalar вообще ko'rinmaydi, faqat rol ko'rinyapti. Chunki Damas roli yaqin bo'ladi juda ham. Ichida orqasida даже tonirovka yo'q. Tonirovka yo'q bo'lganda orqasi yorug' bo'lishi kerak. Ko'rinmayapti bu ham. To'la bo'ldi. Xudosi Sheyxdan qilganmiz, chunki Sheyxda bilasizlar, eng zo'r hid oladigan hidimiz. Ko'p sigaret chekadigan akalar yoki narsa tashlaydigan akalar hammasi Sheyxda ishlatadi. Nimaga? Eng yaxshi hid oladigan o'sha bizning parfyumimiz. Kelib turib bemalol o'sha mashinada hid bo'lsa yoki mashinada shirin hid kelib turishni xohlasangiz, kelib turib So'g'd tumanida ishlatishingiz mumkin. Aynan siz uchun. Mashinamizni taxminan bir 5 minut kutyapmiz. Ichidagi So'g'd tuman qanchadir hidlarga o'tirsin. Pechkasiga ham qilib beramiz. Agar pechkasida filtr bo'lsa, filtrga o'tkazib beramiz. Bu uchun o'sha aytgandek, oldin aytgandek bitta mashinani zavod qilib, ichiga aylantirib qo'yamiz. Ichidagi bor So'g'd tuman o'tirib bo'lgandan keyin qolgan So'g'd tumanni filtrga o'tkazib olamiz.